Ko'pchilik akalarimiz so'ragan 2 xil turdagi benzinli va salarkali satelitli 17 ot kuchli motobloklarimiz yetib keldi. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumotlari va sifatlari haqida gapirib o'tamiz. Bo'lsam, bu birinchi bo'ladagi motoblogimiz 17 ot kuchli original Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan TH motoblogi bo'ladi. 17 ot kuchli 192 F motorli bo'ladi. Yoqilg'i turi benzin bo'ladi. Benzin boklari 5 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Rossiya zavodni orqali yarim soat ortganingizda zavodit olib juda ham sifatli ishlab beradi. Oldi tomonda juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralari mavjud, tunda ham ishlash imkonini beradi. Filtrlari maslivniy filtrdan qo'yilgan bo'ladi. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyatordan qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, satelit nima degan akalarimiz uchun satelit bu sizga yuk tashiyotganingizda yoki aravada burilayotganingizda bemalol burish imkonini beradi. Chap tomonda yurishgan bo'lsa chap tomonga, o'ng tomonga bo'lsa o'ng tomonga avtomatik yengil burilib beradi. Xohlaganlar uchun kalitlari ham bor, kalitga ham zavodit oladi. Reduktorlarga ham e'tibor berishingiz mumkin. Katta reduktordan ichida alohida shistrna qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, kimdan kim xuddi shunday benzinli satelitli 17 ot kuchli motoblok xarid qilmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va yana bitta nimasini aytib ketamiz. Akalar, orqasida qishloq xo'jaligi VOM mavjud. Bunga karcher sistemalarini, rotornik kasilkalarini, jatka apparatlarini ulab, o'tlarini o'rib, suvlarni to'ldirsanglar bo'ladi. Ikkinchisi 17 ot kuchli, xuddi shu motoblok, faqat bu salarchning. Salarka boklari 5 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Akkumulyatorlari ham katta Damas akkumulyatorlardan qo'yilgan bo'ladi. Yoqilg'i turini aytib o'tdim. Filtrlari masliniy filtr bo'ladi. Buni ham 192 motor bo'ladi, statorniy varianti bo'ladi. Reduktorlari ham katta. Buni ham reduktoriga, qishloq xo'jaligi VOMiga karcher sistema, rotornik kasilka, jatka apparatlarini ulab ishlatsanglar bo'ladi. Bunda ham satelitlarimiz mavjud. Xohlasangiz kalitga, xohlasangiz zavodni orqali yarim soatgacha zavodit olib juda ham sifatli ishlab beradi. Xo'p, xohlaganlar bularning komplektida 17 ot kuchli motoblok, frezasiz dokumenti kulishlari, orqasidagi stoykasi va brilliant bo'yin garantiyalarni ham qo'shib beramiz akalar. Kimdan kim xuddi shunday motoblok xarid qilmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin akalar. Optim narxlarda, arzon narxlarda qilib beriladi. Xo'p, endi agressoriy frezalari 5 qatordan 10 qator bo'lgan qalin frezalardan beriladi akalar. Xo'p, endilikda agressoriy do'konida juda ham katta aksiya moqda. Bu aksiyaga ishtirok etish juda ham oddiy. Shu videoni ko'rib o'tirib, bitta laykni bosib, kommentariyaga kirib, omad so'zini yozib qo'yganingiz uchun agressoriy do'koniga kelib 17 bo'ladimi, 7 bo'ladimi, 13 bo'ladimi, 9 bo'ladimi motoblok xarid qilganingiz uchun ichkarida baramanlarimiz mavjud. Kelasiz, laykni, kommentariyani bosib, podpisatsiyani bosib kelganingiz uchun kelib mana shu barabanimiz, ko'rib turgan omadli barabanimizni bitta aylantirish imkoniyatini beramiz. Kelasiz. Xohlagan tomoningizga bitta yaxshi aylantirasiz. Mana shu yerda turgan dori apparati, shu power kulish nabor, drill, balgarga nimaki sizga shunda tekinga berib olinadi, bir so'm pul olinmaydi. Shuna motoblogingizga tekinga qo'shib beriladi akalar. Xo'p, manzil so'raganlar uchun Manzil Farg'ona shahar Avva qishlog'i agroservis do'koni bo'ladi akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha.